Minecraft Hardcore. Bu yerda sizning birinchi xatoingiz oxirgi xatoingizdir. Xullas hammaga salom, sizlar bilan Vommer. Xullas men spam bo'ldim va daraxt chopishni boshladim. Daraxt chopib bo'lgandan so'ng crafting tablidan kerakli instrumentlarni yasab oldim. Keyin esa o'ylab o'tirmay tosh kovlashni boshlab yubordim. Va yog'ochli kirkalarni toshli kirkaga almashtirdim. Va 200 millionta tosh kovladim. Va uy qurish uchun yaxshi joy qidirdim. Chunki kechasi bilan maxluqlar mazgimni qotirishmasligi uchun. Menimcha shu yer bo'ladi degan holda joyni tozalashga kirishib ketdim. Bizning uyimizni qurish kerak bo'lgan joydan it siyib ketgan o'tlarni tozalab tashladim. Keyin uy qurish uchun daraxt topladim. Yetarlicha daraxt toplagandan so'ng uy qurishni boshladim. Ahmoq, nega daraxtni taxtaga aylantirib qurmayapsan deyishingiz mumkin. Uzr, shunchaki dekoratsiya qilgim keldi. Uy qurishga daraxt yetmadi. Chochqa harom bo'lishi mumkin, lekin qorin ochganda emas. Daraxt chopib bo'lib uy qurishni davom etdim. Birdaniga xayolimga kechasi tushayotgani va maxluqlar meni rahmatli qilib yubormasligi uchun qo'y qidirishga tushdim. Ammo kerak paytiyoq bo'ladigan qo'ylarni topa olmagach, krisalarga o'xshab yerni tagiga tushib olishga qaror qildim va fitfilyon yil nimadirlar qilib o'tirdim. Xullas, fitfilyon yil o'tiraverib mazgim qotib ketgani uchun crafting tabledan qanday modlar borligini ko'rib o'tirdim va eng kuchli aslahalarga ko'zim tushdi. Va ularni qanday yasalishini ko'rib
Mazam qochdi, u yog'ini ozingiz koring. Orqam qichib bir ko'chaga chiqib kelay deb tashqariga chiqmoqchi edim, lekin $2,000 later. oxiri kvantilyon yil o'tgach ertalab tushdi. Va o'sha iflos Creeperdan qochib ketmoqchi edim, ammo ketgan ekan. Qochganimni sababi u portlasa, uyim va men ham rahmatli bo'lib ketishimiz mumkin edi. Abed. Akaratika bilan o'rdak go'shi. Uy qurish uchun daraxt to'pladim. Va boshimga baxt qushi chichib yarim chala portalni topdim. Ichida faqat sarg'ayib yotgan oltinli buyumlar. Boriga shukr qilib buyumlarni oldim. Qarochi kulib qo'ydim degan holda daraxt chopishga tushib ketdim. Hech o'ylamagandim 5 ovoz tezligida mollar itlarning bolasini ovozini chiqaradi deb. Xullas uyni qurishda davom etdim. Uyim xuddi soqoli o'sib ketganday bo'ldi. Va yana kulib qo'ydim deb tagini olib tashlamoqchi bo'ldim. Ana bolta ham sinib ketdi. Endi yangi bolta yasamoqchi edim, lekin yana anavi mazgiyob Creeper boshimni og'ritmasligi uchun qo'y qidirishga tushdim. Ana yana bitta boq rangli qo'yni topdim. Yana bitta boq rangli qo'y topsam bo'ladi. Qornim ochib mazam qochganda normalni oq-poq qo'y chiqdi. Yana boshimga problema. Endi yana kirisalarga o'xshab yerni tagiga tushib olganim qoludi.
Ura temir chiqdi. Agar shu videoni keyingi qismini chiqishini xohlasangiz 100 ta like qilib bering iltimos.